Agar sizda homiladorlik 4 yil, 5 yil bo'ldiki, hali ham kuzatilmadi. Endi siz qo'lingizga spermogrammani oling va o'zingiz ham interpretatsiya qilib o'qing, kamchiligini bilib oling. Agar 3 yil, 4 yildan buyon urug'laringizni soni shu analizda ko'rsatgan qog'ozdagidek 40 milliondan kam bo'lib kelayotgan bo'lsa, siz tabiiy homiladorlikni kutmang. Endi siz bachadon ichki inseminatsiyasini tanlang. Agar urug'laringizni soni 5 milliondan ham kam bo'ladigan bo'lsa, unda ekoni tanlashni tavsiya qilaman. Agar 5 milliondan ham kam, 200 ming, 300 ming, hattoki 0 holat chiqayotgan bo'lsa, unda XI tavsiya qilaman. Sababi endi har bir yo'qotayotgan oyingiz yillar hisobida ketib qoladi. Va keyinchalik ham buni davolayman deb yoki tabiiy homiladorlikni tanlayman desangiz ham kech bo'lib qolishi mumkin. Sizga samimiy maslahatim, o'zingiz analizni o'qingda va o'zingiz xulosa chiqaring.